Xo'sh, jigar gepatozi bu nima? Qandaydir mo'jizaviy dori bilan yog'li gepatozdan qutulishimiz mumkinmi? Yog'li gepatoz holatida ochlik bilan tuzalish mumkinmi? Assalomu alaykum aziz Doktor Femini kanalining a'zolari. Sizlar bilan men Doktor Sanjarov, Doktor Femini klinikasining shifokori. Sizlar bilan biz jigar gepatozi to'g'risida gaplashamiz. Bizning kanalimizda jigar gepatozi to'g'risida bir qancha videolar qo'yildi. Bugun esa biz sizlar bilan jigar gepatozi to'g'risida bafurja gaplashamiz. Xo'sh, jigar gepatozi bu nima? Bu jigar gepatozi jigar hujayralarining va jigar to'qimasini yog' bosishi. Buning boshqacha nomlari ham mavjud. Ya'ni steatogepatoz, jigarning yog'li distrofiyasi va shuningdek jigarning yog' bosishi. Jigar gepatozi to'g'risida tushunchaga ega bo'lishimiz uchun biz jigar funksiyalari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Azizlar, jigarning 500 dan ortiq funksiyalari mavjud. Men sizlarga ba'zi birlarini sanab o'taman. Jigar a'zosi asosan ovqat hazm qilishda, o't suyuqligini hosil qilishda ishtirok etadi. Shuningdek, organizmda glikogen sifatida energiya zapasi vazifasini bajaradi va organizmning asosiy filtr a'zosi hisoblanadi. Ya'ni toksinlardan organizmni tozalash funksiyasini amalga oshiradi. Shuningdek, jigar qon ivishi, transport va immunitet uchun kerak bo'ladigan oqsillarni sintezida ishtirok etadi. Jigar orqali 1 minutda 1,5 litr miqdorda qon aylanib o'tadi. Tasavvur qilyapsizmi? Bu qanchalik ko'p qon hisoblanadi. Shuningdek, jigar a'zosi vitamin A, B, D sintezida va ularni jamg'arishda ishtirok etadi va qondagi glyukozani, ya'ni qandning miqdorini muvozanatlashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Gepatoz nima? Gepatoz bu jigar hujayralarining ichida yog' tomchilarining paydo bo'lishi. Yog' tomchilari sekin astalik bilan kattalashadi. Ya'ni bizga ma'lumki, har bir hujayraning ichida mitoxondriya, shuningdek hujayra yadrosi, sitoplazmalari mavjud bo'lib, bu yog' tomchilari sekin astalik bilan kattalashgan sari bu yadro va mitoxondriyani ezib boradi. Oqibatda jigar hujayralarining funksiyasi buziladi. Agar yog' to'qimasi jigarning 3 dan 1 egallaydigan bo'lsa, jigar o'z funksiyasini bajara olmay qoladi. Hozir kunda statistikaga qaraganda butun insoniyatning 30-40% jigar gepatozi bilan xastalangan. Bizning Markaziy Osiyoda esa afsuski bu ko'rsatkich yuqori. Ya'ni 50 va 60% ni tashkil etmoqda. Jigar gepatozining kelib chiqishi qanday mexanizmlardan iborat bo'ladi? Demak, sanab chiqamiz. Birinchi mexanizm bu ortiqcha kaloriyali ovqatlanish. Bilasizmi, atigi bir dona tuxumni biz hazm qilishimiz uchun 5 kilometr masofani piyoda bosib o'tishimiz kerak bo'ladi. Endi tasavvur qiling, biz 3 mahal ovqatlanadigan bo'lsak, qanchalik miqdorda bizning organizmimizga tashqi muhitdan qo'shimcha kaloriya kelib tushyapti. Albatta, bu kaloriyani biz ishlatishimiz uchun kerakli darajada jismoniy harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi mexanizm bu jigarda yog' parchalanishining buzilishi. Bu asosan gipotireoz kasalligida, ya'ni buqoq kasalligida kelib chiqadi. Buqoq kasalligida, gipotireoz kasalligida organizmda modda almashuvi buziladi. Natijada jigarda yog' parchalanishi buziladi va jigarda qo'shimcha miqdorda yog' to'planish holatlari paydo bo'ladi. Uchinchi mexanizm bu jigarning o'zida ortiqcha miqdorda yog'ning sintez bo'lishi. Bu qaysi holatlarda bo'ladi? Agar siz muntazam ravishda alkogollik ichimlar, shuningdek rangli va gazli ichimliklar iste'mol qiladigan bo'lsangiz, jigarning asosiy funksiyasi alkogollik, ya'ni alkogollik va rangli va gazli ichimliklarni zararsizlantirish uchun sarf bo'ladi. Jigardagi yog'larni parchalash funksiyasi esa susayadi. Oqibatda jigarda yog' paydo bo'lish ehtimolligi kuchayadi. To'rtinchi mexanizm bu o't dimlanishi, ya'ni o't tufayida o't suyuqligining dimlanishi oqibatida kelib chiqadigan mexanizm hisoblanadi. Bu qanday holatlarda bo'ladi? Birinchi, o't yo'lining diskineziyasi. Ikkinchisi, o't tufagida joylashgan tosh hisobiga. Va uchinchisi, o't yo'lining zagib, ya'ni o'ralib qolishi holatida kelib chiqadi.
Ko'pchilik gepatoz kasalligini gepatit kasalligi bilan adashtirib qo'yadi, lekin bularning mohiyati alohida tushunchaga ega bo'ladi. Gepatoz kasalligi oqida sekin astalik bilan jigarni yog' bosishi oqibatida surunkali gepatit kasalligi keladi. Biz qachon bunga surunkali gepatit tashxisi qo'yishimiz mumkin? Agar qonni bioximik tahlilda oladigan bo'lsak, ALT va AST miqdori ortib ketadigan bo'lsa, surunkali gepatit tashxisi qo'yishimiz mumkin. Vaqt o'tishi bilan surunkali gepatit holatda jigarning ichki to'qimasida fibroz to'qimalar paydo bo'lishni boshlaydi va fibroz to'qimalar sekin astalik bilan kattayishi bilan jigar sirrozigacha kelib chiqishi mumkin. Bir narsa achinarliki, agar bizda surunkali gepatit kasalligi kelib chiqadigan bo'lsa, jigar to'qimasida nerv to'qimalari mavjud bo'lmaganligi uchun og'riqlar bezovta qilmaydi. Bu esa biz uchun bemorga surunkali gepatit tashxisini qo'yishimiz uchun oldindan tashxis qo'yish uchun qiyinchilik tug'diradi. Bemorlarda yog'li gepatoz tashxisi tasodifan aniqlanadi. Chunki biz yuqorida aytib o'tdik, jigarda og'riq paydo bo'lmaganligi uchun bemor bizning oldimizga shikoyat bilan kelmaydi. Qaysi tekshiruvlar yordamida biz bemorga yog'li gepatoz tashxisini qo'yishimiz mumkin? Birinchi tekshiruvimiz bu bemorning qorin bo'shig'ini o'zi tekshiruvi. Ikkinchi tekshiruvimiz bu bemorda kompyuter tomografiya tekshirish. Va uchinchi tekshiruv bemorda MRT tekshiruvi natijasida yog'li gepatoz tashxisini qo'yish. Vaqt o'tishi bilan bemorlarda ayrim belgilar paydo bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu qanday belgilar? Doimiy charchoq, ish qobiliyatining pasayishi, befarqlik, ya'ni apatiya, holsizlik, ko'ngil aynishi, qovurg'a ostida og'irlik hissi bo'lishi, ishtahaning pasayishi, ovqat hazm qilish buzilishi va shuningdek qorin dam bo'lishi va gaz ko'payishi. Bunday belgilar boshqa ko'plab kasalliklar ham uchrashi mumkin. Bu belgilar bemorda oylab, hattoki yillar davomida bo'lishi mumkin. Lekin biroq mana o'ng qovurg'a ostida jigar sohasida og'riq bo'lmaganligi uchun bu belgilarga bemor e'tibor bermaydi. Shuningdek, boshqa kasalliklarda ham bu belgilar namoyon bo'lganligi uchun ko'p holatlarda biz e'tibor bermasligimiz mumkin. Vaqt o'tishi bilan jigar xastaligiga xos bo'lgan belgilar namoyon bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu belgilarga qanaqa belgilar kiradi? Teri va ko'z oqining sarg'ayishi, ayniqsa yuz va burun sohasida mayda qon tomirlarining kengayishi kuzatilishi mumkin. Qorin terisida tomirchalar, o'rgimchak tomirlar paydo bo'lishi, kaftlarning qizarishi, terining qichishi, oyoqlarda kuchli shish, qorin bo'shlig'ida suyuqlik to'planishi, ya'ni bu sirroz kasalligining oxirgi bosqichlaridan biri hisoblanadi. Qorin bo'shlig'ida suyuqlik paydo bo'lishi bu assid deb nomlanadi. Xo'sh, bunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, qanday tekshiruvlardan o'tishimiz kerak bo'ladi? Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, UZI, kompyuter tomografiyasi va MRT tekshiruvlaridan tashqari biokimyoviy analizlar topshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ALT, AST, qondagi ishqoriy fosfataza miqdori, umumiy bilirubin va to'g'ridan to'g'ri bilirubin va bog'langan bilirubin miqdorlarini biz aniqlashimiz kerak bo'ladi. Yog'li gepatozda bu ko'rsatkichlar bir oz ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Biroq bu ko'rsatkichlar kasallikning boshlang'ich davrida normal bo'lib qolishi ham mumkin. Hozirgi kunda jigar gepatoziga tashxis qo'yayotganda eng istiqbolli tekshiruvlardan biri bu elastometriya tekshiruv uslubi hisoblanadi. Elastometriya tekshiruv uslubi bu jigar hujayralarining tarkibini va ulardagi yog' qatlamini aniqlab berishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu tekshiruv uslubi bilan biz hattoki jigar sirrozining tashxisini aniqlash uchun ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilikni qiziqtiradigan savol: agar yog'li gepatoz tashxisi qo'yiladigan bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Ko'pincha bu kasallik davolanmaydi va vaqt o'tishi bilan sekin astalik bilan sirrozga olib keladi degan fikr uchraydi. Aslida esa bunaqa emas. Agar kasallikning sabablarini bartaraf etishga to'g'ri yo'naltiradigan bo'lsak, yog'li gepatozni nazorat qilishimiz va davolashimiz mumkin. Gepatozning eng asosiy sabablaridan biri bu noto'g'ri ovqatlanish. Ko'pchilik aytadi, bu gepatoz qachon kelib chiqadi? Agar biz yog'li ovqatlarni, xolesteringa to'yingan ovqatlarni iste'mol qiladigan bo'lsak, yog'li gepatoz kelib chiqishi mumkin. Bu qisman to'g'ri, lekin
tez hazm bo'ladigan uglevodlar, shakar mahsulotlarini biz ko'p iste'mol qiladigan bo'lsak, bu jigar gepatozining asosiy kelib chiqish sabablaridan biri hisoblanadi. Xo'sh, bunga qanday mahsulotlar kiradi? Shakar, konfetlar, pechenye, karamel va boshqa shirinliklar, bulochkalar va shuningdek murabbo va jemlar. Jigar gepatozi uchun eng zararli kombinatsiyasi bu yog'li va shirin mahsulotlarni birgalikda iste'mol qilish. Bu mahsulotlarga nimalar kiradi? Tortlar, pirojnilar, kremli pishiriqlar, shuningdek shirin piroglar. Ya'ni quyidagi mahsulotlarni ham ko'p iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Banan, xurmo, uzum, qovun, shakar qo'shilgan konservalar, mevalar, yumshoq bug'doy navidan tayyorlangan makaron va lapsha va nihoyat tez tayyorlanadigan fast food mahsulotlari. Fast food mahsulotlariga maxsus konservantlar qo'shilgan bo'lib, bizda jigar gepatozini keltirib chiqarishining ehtimoligi katta bo'ladi. Yuqoridagi mahsulotlarni butunlay iste'mol qilish mumkin emas degani emas, lekin biroq bu mahsulotlar bizning asosiy ratsionimizni tashkil etmasligi kerak bo'ladi. Nimalardan biz butunlay voz kechishimiz kerak bo'ladi? Ya'ni shirin gazli ichimliklar, shakarli ichimliklar, barcha turdagi spirtli ichimliklar, jumladan pivo va shuningdek energetik ichimliklardan biz voz kechishimiz kerak bo'ladi. Bizda spirtli ichimliklar nafaqat bu yog'li gepatoz kasalligini keltirib chiqaradi, balki alkogolli gepatit kasalligini keltiradi va oqibatda esa sirroz kasallik bilan yakunlanishi mumkin. Ya'ni quyidagi mahsulotlarni biz cheklashimiz kerak bo'ladi. Turli xil fast food, hot dog, gamburger, fri kartoshkalari, kolbasa mahsulotlari, sosiska, sardelka, mayonez, margarinli mahsulotlar va shuningdek eritilgan pishloqlar, ya'ni plavlinni sir deymiz, uni ham biz cheklashimiz tavsiya etiladi. Endi yog'li va go'shtli mahsulotlar to'g'risida gapirib o'tamiz. Yog'li va qovurilgan go'shtni ko'p iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Masalan, katta hajmdagi qovurilgan steak jigar uchun foydali emas. Ammo yog'siz go'sht va yog'siz baliq me'yorida iste'mol qilsa bo'ladi. Aksincha, foydali bo'lishi ham mumkin. Ko'plab mutaxassislar ratsionida oqsil miqdorini ko'paytirishni tavsiya qiladi. Ayrim vegetarianlarda aynan oqsil yetishmovchiligi va uglevod almashinuvi buzilishi sababli yog'li gepatoz rivojlanishi kuzatilishi aniqlangan. Endi yog'li gepatoz holatida qanday mahsulotlarni biz tavsiya etishimiz mumkin? Yog'li gepatozda juda qat'iy parhez tutish shart emas. Muhimi, ovqatlanish odatlarida to'g'ri yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Masalan, O'rta Yer dengizi parheziga yaqin ovqatlanish foydali hisoblanadi. Bu qanaqa ovqatlanish? Ko'proq sabzavotlar iste'mol qilishimiz kerak. Ko'katlar, baliq, qaynatilgan yoki dimlangan go'sht. Imkon qadar bizning taomlarimiz qaynatilgan va dimlangan taomlar bo'lishi kerak bo'ladi. Shuningdek, quyidagilarni ham biz tavsiya etamiz. Shuningdek, bemorlarga kuniga 1-1,5 litr miqdorda suv ichishni tavsiya etamiz. Qanday mevalar foydali? Yog'li gepatozda nok va olma iste'mol qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan olma va nok jigar yog'idagi yog'li gepatozdagi yog'larni erishida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bemorlar bizga juda ko'p holatda savol bilan murojaat qilishadi. Yog'li gepatoz holatida ochlik bilan tuzalish mumkinmi? Aslo bunday mumkin emas. Bunday holatda hattoki bizda organizmdagi balans buziladi. Bemorda bu xastalikdan qutulaman deb boshqa xastaliklarni ham biz keltirib chiqarishimiz mumkin. Bir narsaga e'tibor beraylik. To'g'ri ovqatlanish bu yog'li gepatozni davolash va oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, yog'li gepatozni keltirib chiqarishda biz ichayotgan dorilar ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, statinlar, antikoagulantlar, shuningdek xolesterin miqdorini pasaytiruvchi preparatlar biz qabul qilayotganda bu narsaga e'tibor berishimiz kerak lozim bo'ladi. Holatdan juda ko'p bizga keladigan savol: qandaydir mo'jizaviy dori bilan yog'li gepatozdan qutulishimiz mumkinmi? Afsuski, bunday dori mavjud emas.
Biz yuqorida aytib o'tdik, yog'li gepatozdan qutulishda eng asosiysi to'g'ri ovqatlanish. Biroq shunga qaramasdan bizda jigar funksiyasini yaxshilab turuvchi dori preparatlarimiz mavjud. Gepatoprotektorlar, masalan, essensial, apkazol preparatlaridan biz foydalanishimiz mumkin. Lekin bu yog'li gepatoz davolash asosiy dorilar hisoblanmaydi. Shuningdek, biz tavsiya qilishimiz mumkin bo'lgan quyidagi damlamalarni tavsiya etamiz. Masalan, na'matak damlamasi. Bu jigar funksiyasini yaxshilovchi damlama hisoblanadi. Shuningdek, rastorovsha damlamasi va artishok damlamasi. Bu damlamalar jigar funksiyasini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Jigar gepatozida badlardan foydalanishimiz mumkinmi? Albatta foydalanishimiz mumkin. Qanday badlardan biz foydalanishimiz mumkin? Birinchi o'rinda omega 3. Agar biz omega 3 ni nahorda qabul qiladigan bo'lsak, jigardagi yog' to'qimalari erishiga olib keladi. Shuningdek, jigar gepatozida organizmdagi vitamin D miqdori pasayib ketadi. Shuning uchun vitamin D miqdorini yetarli dozada iste'mol qilishimizni tavsiya etamiz. Va yana shuni ta'kidlab o'tish lozim bo'ladiki, antioksidantlar, ya'ni vitaminlar, vitamin E, S va selen moddalarini iste'mol qilish bu yog'li gepatozda davolashimizga yordam beradi. Shuningdek, bemorlarga ovqat hazm qilishda yordam beradigan fermentlarni qabul qilish tavsiya etiladi va o't kislotasini hosil bo'lishda kerak bo'ladigan dori-darmonlarni biz tavsiya qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Yog'li gepatozda jismoniy aktivlik zarurmi? Albatta, jismoniy aktivlik, ayniqsa ertalabki gimnastika va shuningdek suzish mahsulotlari katta ahamiyatga ega. Mana azizlar, sizlarga biz bugun jigar gepatozi to'g'risida ma'lumot berishga harakat qildik. Yuqoridan kelib chiqib, shuni men sizga ta'kidlashim kerak bo'ladiki, bu kasallikni oldini olishda birinchi o'rinda biz to'g'ri ovqatlanish va jismoniy aktivlik muhim ahamiyatga ega ekanligi to'g'risida tushunchaga ega bo'ldik. Albatta, yuqorida berilgan tavsiyalarga biz rioya qiladigan bo'lsak, jigarimiz doimo sog'lom holatda yuradi. Sizlar bilan doktor Sanjarov, Doktor Family klinikasining shifokori.